Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlərimiz. İslam Biz programımızdan 155-ci sani görüşünlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, həmən məlum bolğandakı illərdən bu yan davam qılıb atqan proqramımızda hər bir mümin çoxum Qur'an və sünnət nurudu düşünüşü kerak bolğan xilma-xil mavzularni ayrım-ayrım temaxan şəkildə huzuruna sunub kelyapmiz. Şunun cümləsini bugün tünügün elanımızda bəgəndək intayın mühim bir mavzu bolğan yaşlarının yani yaşlarını dindarlıqqa qanda qaytırğılı buldu degan tema toxtalğanlığımızı elan bəgəndik. Əlbəttə bundan burunqu 154-cü sanımızda yani yaşlarımızın dindarlıqdan çekinib ketiş məsələlərini toxtalğandıq. Onun səbəblərini toxtalğandıq. Əmdə bugün inşallah bunun bir ilacı doğrusunu sözləşkə tirişimiz. Programımızın daimlik aziz mükemmel hemen tanışık bolğan hürmetli ustaz Şərq Türkistan Ölümana Birliği şundaqla Dünya Müslüman Alimler Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşğari'ni təklif qıldıq. Qiymetli vaxtını çıxırıb qadam təşrif qılğanlıq üçün köp rəhmət etdiniz. Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqalıq Naq Meydandan tarqıtılıb atıdı. Ekranlarda çıxıb durub atqan nömrümüz şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq programımızga alaqadar har qanday fikir təklif bolsa, berişinglarni, suallaringlar bolsa, soruşinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Xo'sh, undaqda bevosita boshlab ketsak ustozimda bo'lsa, oldi bilan o'tgan soati deganimdek buning sabablarini, chekinishdagi sabablarni to'xtalgandik. Bugun inshaalloh vaqtimiz yetgancha bu masalalarni bir to'xtalib o'tsak, yoshlarni oldi bilan yoshlarning shu dindarligini qo'g'dashdagi en mühim amiller qaysilar degan savoldan başlasak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Biz ötken qatımda 30 türlük sebebini bayan qilgan. Yaşlarning dindarlıqdan yiroqlashib ketgan sabablar haqida. Bugün bir necha sabablarga to'xtalamiz, uni hal qilish shart. Birinchi bo'lib, yoshlarning dindarligini qo'g'dashda 4 türlük omil bor. Bu 4 türlük amalını çın tutalğan vaxtıda, bunun köngül bölgə vaxtıda yaşlarınki dindarlığını, əxlaqını, dini aqidəsini, kimligini, qimmat qarışını qoğduğunu var. Xoş. Bu 4 türlük mühim amalının birisi aile. Aile en mühim amil hesablanır. Balalarning dindarlığını himoya qilish, qo'g'dash, yetiştirish, tarbiyalashga eng cho'ng amil aile tarbiyasi. Chunki yoshlar yoki balalar dindarlıqını, yoki dini düşüncesini, yoki dini tasavvurunu, yoki dünya göz qarashini, yoki qimmat qarashini ko'pincha vaqtda nereden aldı? Ailesinden aldı. Eğer aile dindar aile olsa, dindar oluşdan birlikte ilim ma'rifatlik olsa, anlık olsa, balalarni sağlam tarbiyalab ketalaydi. Balalarni to'g'ri yo'lga yetaklab ketalaydi. Dindarlıqqa qiziqtirdi, tashabbus qilalaydi. Xo'sh. Eğer aile dindar olmasa, ya ki izdeniş arkalık dinini düşünüş kızgıdığan adamlar olmasa, kitap okumaydığı adamlar olmasa, bir izlenip bakay bu din, ihtiyacımız var nesneydi, izlenmeydiğin olsa, ya dinle hoşu yok adam olsa, ya pervasız, ya emel kılmaydığı bir aile olup kalsa, o vakit neymiş yüz bir olsa, balalarda bir akide boşluk yapıp çıkıyor. Çünkü oradan toldurmağandıkken akide boşluk. Bu akide boşluk neye başlayıp varsa, kanda bir akide olsun, hata olsun, batıl olsun, balınınki ideyasiga, kallasiga, qalbi sığınıp kirish yo'l ochadi. Aqida bo'shliq paydo qiladi. Ruhiy qurg'oqchilik, ma'naviy qurg'oqchilik paydo qiladi. Axloqiy jihatda qachon da olsun buzilmagan taqdirdami, bir yavaş yumshaq bola bo'lgan bo'lsa, qachon bo'lib qolsa buzilish ehtimoliga duch keladigan bir holat shakllantirib qo'ydi. Ham dindarlikdan yiroqlashadigan bir vaziyatni shakllantirdi. Oilaningki ahvol. Xo'sh. Bu bolalar tarbiyasidagi eng cho'ng mas'uliyat, hemmeden çok mesuliyet ata-ananın gəldiyini düşür. Bunu ata-analar his qilish lazım. Ama afsuski bizningki ko'plagan qarindoshlarimiz yoki do'stlarimiz, ya tanishlarimiz, ha bir madrasaga bordik balamizni, bir qarixonaga bordik, yoki falana bir masjidga olib bordik, yoki bir olim bilan tanishtirib qo'ydik deb, oila kari yo'q. O'qimdi, o'qimamdi, mas'uliyatchan bo'lamdi, bo'lmamdi. Uning e'tiqod ahvoli, tafakkur ahvoli, tasavvur ahvoli hech kari yo'q. Qur'oni Karimning ko'rsatmasida balalarningki e'tiqodi, balalarning fikri, balalarning aqli eng cho'ng mas'uliyat kimga tushadi bo'lsa, qu anfusakum va ahlikum nara, uyiningki beshiga tushadi. Uyning mudiriga tushadi. Oiladan iborat bir jamiyatningki mudiri va uning yordamchisi bo'lgan
ota-onaga tushadi. Demak, ota-ona bolalar tarbiyasidagi eng cho'ng mas'uliyatni ustiga olganlik uchun bolalarni kichigidan tortib aqidalik, axloqli qilishga alohida ahamiyat berish lozim. Albatta bu oson ish emas. Eng qiyin ishning birisi bo'lam bugungi zamondagi eng murakkab ishning bola tarbiyasi. Bola pul tepagini bo'lamdi desa, pul oz bo'lib qolsa, xizmat qilib, ishlab pul tepagini bo'ladi. Kiyim-kechak oz bo'lib qolsa, tepagini bo'ladi. Maktabda bir amallarni qilib, qaysi bir maktab bo'lsa, bola obdaroq tirishib qolib qolsa, maktabni o'rnashgan, ammo bugungi kunlarda sog'lom aqidalik, to'g'ri fikrlik, go'zal axloqli bir yoshlarni yetishtirish eng murakkab, eng qiyin bir ishga aylanib qoldi. Xo'sh. Bugungi kunda jihad deb atsa bu xatolashmaydi. Buni otaning obdan his qilish lozim. Kichigidan tortib bolalarni cho'ng bo'lgan qadar izchil uning fikri, aqidasi, tasavvur, dunyo ko'z qarashini isloh qilish, tuzitish masalasi intayin muhim bir masalaga aylanib qoldi. Buning uchun ota-onalar bolalarni kichigidan tortib namoz ko'ndirishda, Qur'oni Karim tilovat qilib turishda, har kun oz bo'lib qolsin bir odatlantirishda, bolalarni masjid ruhiga bog'lashda, yoki masjidga bog'lashda sabrchan bo'lish lozim. Xo'sh. Namoz ko'ndirishda, Qur'oni Karim o'rgatishda, o'qishda, tilovat qilishda va masjidga bog'lanishda ota-onalar takrar sabrchan bo'lish lozim. Chunki Qur'oni Karim alohida bu vaqtda va'mur ahlaka bis-salati was-sabir alayhi. Bola-chaqangni, ayolingni, bola-chaqangni namoz buyurgan dedi. Tashabbus qilgan, qiziqtirgan, o'rgatgan dedi. Xo'sh. Namozga fursat yaratgan dedi. Namozni o'qish to'saliq bo'ladigan omillarni yo'qotgan dedi. Oyatning oxirida sabr qilishing kerak dedi. Takrar sabr qilishing kerak dedi. 18 yoshga sabr qilibdi, elinkendi nim bo'lsa bola cho'ng'ilabdi degan olmaydi. Xo'sh. Bola hayotli bo'ldi ekan, ota-ona hayotli bo'ldi ekan, umrining oxirigacha bolalarningki e'tiqod tarbiyasi, ibodat tarbiyasi, namoz tarbiyasi, axloq tarbiyasi ota-onaning gardini saqit olmaydi. Ota-onaning vazifasi yetaklash, yo'l ko'rsatish. Ammo bola xato ishni qilgan bo'lsa, u mas'uliyat ustiga oladi. Lekin ota-ona davomli bolalarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib turish lozim. Takrar sabr qilish lozim. O'zi o'rnak bo'lish lozim. Xo'sh. O'zi namoz o'qimay turib, bolam namoz o'qisa o'qimaydi. O'zi Qur'oni Karim o'qimay turib, bola Qur'onni o'qitaman desa, o'qimaydi. Xo'sh. O'zi kitob o'qimay turib, bola kitob o'qisa, bola o'qimaydi. O'rnak bo'lish lozim. Uchinchi bo'lib, bolaga yaxshi, chiroyli usul qo'llanish lozim. Qanoatlantirish, qiziqtirish, buning foydalari, ahamiyati, musulmonlarchilikdagi, diniy kimlikdagi, milliy kimlik ahamiyatini bayon qilish lozim. Ammo qat'iy qo'pol usul ishlatib sanmaslik lozim. Shuning bilan birlikda ota-onalar har namozda, har kuni bolalarningki insofiga, Qur'on til bo'yicha insofiga, ya'ni hidoyatiga, to'g'ri yo'lda manishiga, aqidasining sog'lom bo'lishiga, axloqning go'zal bo'lishiga davomli duo qilish lozim. Robbij'alni muqimas salat va min zurriyati robbana va taqabbal. Davomli namoz duo qilish. Biz sababini qilamiz, chorasini qilamiz, aning kendi bolalarning aqidasini, bolalarning ibodat axloqini Allohga topshiramiz. Xo'sh. Biz sabab chora orqali har qancha ko'p sabab chorani qilsakmi, o'zimizning kuchimiz yetmas mumkin. Biz faqat sabab qilamiz. Ammo buning natijasini berish kimning qo'lida desa, qalb Allohning qo'lida. Demak, biz sababini qildik, ba'zi oqmay qolib qolsa, yoki kuchimiz yetmay qolib qolsa, yoki ojiz qolib qolsak, Alloh taologa topshiramiz. Ey Alloh, bolamning aqidasini qo'ydigan, to'g'ri yo'lda mang'ini nisb qilgan, axloqini eng go'zal qilgan deb Allohga topshiramiz. Bu birinchi amel, yoki birinchi qal'a bolalarning dindan qo'g'daydigan oila. Xo'sh. Bolalarning dindorligini qo'g'daydigan, himoya qilgan ikkinchi qal'a maktab. Maktab bolalarning shaxsiyatini, tasavvurini yetishtirishda rol o'ynaydigan eng muhim omillardan birisi. Oila bilan birlikda bolalarni yetishtirgan eng muhim o'rinning birisi nima desa, maktab. Bu yerda 3 narsa bor, tang mangadigan. Oila, maktab, masjid yoki madrasa. Buni tangpunglashtirgan vaqtida ish joyida mangdi. Agar tangpunglashtirmagan vaqtida bu yerda cho'qim bir turaksizlik yoki aniqsizlik yoki bir xatolik ko'rlamda o'tish ko'riladi. Xo'sh. Maktab bolalarning shaxsiyatini, tasavvurini, axloqini yurishtirishini yetishtirishda eng muhim rol o'ynaydi. Oila bilan o'rtoqlashadi. Agar maktabningki tasavvuri diniy qarta, diniy prinsiplar qarta, diniy qimmat qarash qarta tasavvur, oilaning qimmat qarashi bilan moslashib chiqib qolib qolsa, bak oson to'xtaydi.
Xo'sh. Masalan, Turkiyadagi misol qilib aytsak, ilg'or saviyadagi, proje xarakterdagi imom xatib maktablari misolga olsak, Istanbulni misolga olsak, yaxshi o'qiydigan bolalar, yaxshi numra ilg'or proje maktabga kirsa, bu bolalarning diyonatini qo'g'dash oson shu. Chunki u yerda Qur'on ta'limoti va aqida ta'limoti va axloq tarbiyasi va aninkan bolalarning yurishtirishga diqqat qilish va kuchlanirish. Xo'sh, xo'sh. Agar buningga o'tolmasa, yaxshi numra ololmay qolib qolsa, oddiy maktab kirib qoldi, oddiy maktab shunchalik bo'ladi. Agar maktabning ahvoli bu islom ko'ngil bilmaydigan yoki dinga ta'tuq qaraydigan bir sekularizm ideyasidagi bir iqlimdagi maktab bo'lib qolib qolsa, u vaqtda nima ish yuz berdi? Tabiiy holatda bu maktabning din tutgan pozitsiyasi, dini qarta tasavvuri, ko'ngil bo'lmasligi, ahamiyat bo'lmasligi yoki dinni yomon ko'rishi bolalarning tasavvuriga, bolalarning yurishtirishiga cho'qim ta'sir ko'rsatadi. Chunki maktab bola 4 kun berib to'xtab qolmaydi. Har bir bosqichda ozgancha 4 yil o'qiydi. Bu maktab bolalarning shaxsiyatini, aqidasini, axloqini, dunyo ko'z qarashini shakllantirgan eng muhim organdan birisi. Shuni buni yaxshi tanlash lazım, buningga alohida ahamiyat berish lazım. Shuni bolalarni maktabga berdim deb tashlab qo'yib, oila faqat yeydigan, ichadigan tashlab tepirib qolsa, yana mas'uliyatsizlik qilgan bo'ldi, tarbiya joyi chiqmaydi. Oila qancha ching tuta olsa, maktab biraz o tarafda yoki biraz benormal bo'lib qolsa, uni o'ngshab ketar edi. Agar oila mas'uliyatsiz qilib qolsa, maktabningki diniy muhiti nachar bo'lib qolsa, u so'rablik ketadi. Chunki yosh bolalardan ta'sirlanadi. Buningga intayin ahamiyat berdik. 3-chi omil masjid, madrasa va milliy markazlar. Ya kurslar deb ataydi. Bu eng muhim bolalarningki dindorligini, bolalarning axloqini qimmat qarashini qo'g'daydigan qal'alarning birisi. Masjid, madrasa, milliy markazlarimiz yoki har xil ta'lim tarbiya kurslar qaysisida bo'lsin. Chunki namoz, Qur'oni Karim, tilovat, savodini chiqarish, o'qish, masjidga bog'lanish, aqida, axloq tarbiyasi bolalarni himoya qiladigan, bolalarning dinlarini qo'g'daydigan eng muhim qal'a hisoblanadi. Bu yuqorida deganimiz namoz, Qur'on tilovati, masjidga bog'lanish namozda, aqida, axloq tarbiyasi bolalarning dindarligini qo'g'daydigan eng muhim qal'a hisoblanadi. Buning uchun bolalarni 7 yoshidan tortib namozga ko'ndirish lozim. Kichikkan vaqtida 7 yoshda. Buningda ilgari bolalarning maktab yoshida ilgari bolalarning Qur'on savodini chiqarishga ahamiyat berish lozim. Hattoki tili chiqqandan tortib bolalarga islomiy atalg'ularni o'qitish lozim. Alloh, payg'ambar. Chunki uni anglamasa yaxshi anglaydi. Uni o'rganmay qolib qolsa, cho'qim boshqa bir narsa o'rgandi. Demak, bola bir narsa o'rganamda 3 yosh kirgandan tortib, 3 yoshda ilgari bir naqshini qo'yib bergan vaqt Uyg'urcha naqsh bo'lib qolsa, uni yodlay oladi. 2,5 yosh kirgan bola islom xarakterdagi bir naqsh bo'lib qolsa, uni yodlab oladi. Biz nima desak, bu oq qog'oz. Shu bolaning tili chiqqandan tortiblar bolaga islomiy atalg'ularni singdirish, Qur'onning savodini chiqarish imkoniyati bir 4 yosh kirmay, 5 yosh kirmay buni boshlash lozim. Keyin degan vaqtda maktabning darsi chiqayotgan vaqtida Qur'onning nisbati ozayib ketdi, u bola u yerda o'ng'aysizlikqa yoki ojiz holatga tushib qoladi. Shu fursat bor chaqda 4 yosh kirmaylar chiqarish imkoniyati. Chunki u bolaning kallasi zehni bo'sh. Ya rasm chizdi, yoki film ko'rdi, yo qo'choq ko'rdi. Buning o'rniga bir yaxshi bir narsani o'rgatish lozim. E'tiqod o'rgatish lozim, axloq o'rgatish lozim. Millatning tarixini, tarix o'rgangandan u bosqichda emas. Muhim bu vaqtda o'rganadigan eng singdiradigan narsa bu e'tiqod bilan axloq. Masjidga bog'lash bolalarni. Ota-ona kuchining yetishicha vositalik holatda yoki vosita holatda islomiy bilimlarni o'rgatishga ahamiyat berish lozim. Ya o'zi o'rgatadi, o'zigasin, o'zikdanmay qolib qolsa, boshqalar orqali. Ya kitob orqali yoki boshqa bir vosita orqali islomiy bilimlarni zanjirsimon holatda Qur'on savodini chiqargandan keyin zanjirsimon holatda hatto universitet davom qilgan bo'lib qolsin, bu davomlashtirish lozim. Ya bu 18-yilda qo'yib unday ish yo'q islomda. Mas'uliyat umrning oxirigacha ota-onaning gardinida saqit bo'lmaydi. Bu Yaqub alayhisalom bolalarga nima dedi? Maza ta'buduna min ba'd.
Peygamber turug'liq Yaqub alayhissalom, payg'ambar bolasi bo'lgan Yusuf alayhissalom bolasi. Payg'ambar balları bo'lgan o'z tarbiyalagan shu odamlarga mendekin nima ish qilasizlar, nimaga ibodat qilasizlar deb ballarni nima qilsang qiling, ham cho'ng qilib qo'ydim, navrangli bo'ldi, balangli bo'ldi deb tashlab qo'ymadi. Bu Qur'onning ko'rsatmasi va bunga alayda diqqat qilish lozim. Demak, bu yuqorqi narsalar masjid, madrasa, kurslar bu intayin muhim. Ballarning kirmisi işte. Ham bu yerda bir misol, yoki bu yerda diqqat qilgan bir nuqta borki, madrasa olsun, mayli qarixona olsun, ders programmalar az bo'lgan vaqtida haftada 2 kun aqida, axloq tarbiyasini programmasi qatish lozim. Ya Qur'oni Karim qo'shimcha qatish lozim, yoki Qur'oni Karimning o'rniga, yodlaydigan o'rniga 2 kun qatish lozim. Buni bizning Qur'on kurslarimizga, madrasalarimizga va boshqa har xil ta'lim tarbiyalik az bo'lgan 2 kun aqida, axloq tarbiyasi qo'shilish lozim deb qarang. Chunki bu qo'shilmagan vaqtida gerçi qari bo'lib yetishgan taqdirdimi, gerçi azroq bir grammatika yoki bir azroq bir yamadab bir tarjima qiladigan ba'zi kitoblarni o'qigan taqdirdimi, bu yoshlarda aqida ruhi singmasa, amoy. E'tiqod ruhi yerlashmasa, islomning qimmat qarashi, axloq nazariyasi yerlashmay qolib qolsa, o qarliq uni yomon ish qilishdan, yomon yo'l kirib ketishdan qarliq to'sanmaydi. Men qarib qo'ydim, diplom olgan taqdirdimi, guvohlik olgan taqdirdimi, uni to'sanmaydi, xato yo'l kirib ketsa. Chunki bugun kunlikda islom aqidasiga, islom fikriga, islom axloq qimmat qarashiga bo'layotgan hujum shiddatli bir hujum bo'lmoqda. Butun tashviqot vositalariga qarasak, hujum intayin ko'p. Intayin dahshatli, xatarli bir bosqichda. Şun bir yerdə ballarını qarı qoyub, cəmiyyət qoyub bəgən çağda bu ballarını sağlam dindarlığa tutub duruş təsir toxtayır. Bunun üçün kiçikdən tart, bunu tutduğan motor nə məndirsə, etiqad ruhi, əxlaq ruhi, etiqad, əxlaq tərbiyəsi bu intayin mühim. Dördüncüsü təşviqat vasitəsi. Əlbəttə biz bu təşviqatda başqalarınınki axırdır, aciz burun. Lakin bu imkaniyyətdən faydalanışımız lazım. Bugün günlükdə qarasaq, her bir aile xalab xalamay ailesiga təşviqat vasitələri atamdan atlab kirdimiz kirdi. Televizor var her bir uyda, yoki ko'pincha uyda. Telefon var, internet dunyosi var. Xalab xalamay kiribdi. Bu narsalar qarsak, buningda chiqayotgan, birilayotgan, ko'rilayotgan, tashviq qilinayotgan, e'lon qilinayotgan narsalarning mutlaq ko'p qismi yaxshiligidan bakrak, nimaga ma'lumot bo'lsa, yomon tarbiyalanadi. Bu ballarınki aqidasiga, ballarning ideyasiga, ballarninki qimmat qarashiga, istiliga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ballarga o'zining ta'sir doirasiga olib bor. Kontrollik doirasiga olib bor. O'zi xohlagan bir tarafga ota-onasi qishida bo'lib qolsa-mu, balning ideyasini, zehnini yurishtirishni boshqa bir tarafga tortib ketadi. Xo'sh. Bu intayin diqqat qiladigan bir nuqta bal tarbiyalashda. 4-nuqta tashviqot vositasi. Buning uchun deymizki, ota-onalarga balaga telefon bergan vaqtida acaba biz biraz qari bo'lib qolsa, yoki bir maktabda yaxshi nomer olib qolsa, birinchi qilib qo'yib qo'shib olsin deb bunga kitob taqdim qilishdan bekerak biz telefon yoki kompyuter yoki ashunga o'xshash bir narsani taqdim qilishga qiziqamiz. Ma'ni o'ynab bekerak o'qim degan. Buni bergan vaqtida bolalarga alohida tanbih berish lozim. Alohida diqqat qilish lozim. Nimani ko'rish, nimani ko'rmaslik, nimani anglash, nimani anglash. Halol harom yemek ichmak qanday diqqat qilgan bo'lsa, bu bola anglayotgan, ko'rayotgan narsa buni halol harom aqidasini tiklash lozim. Xo'sh. Ko'rayotgan, anglayotgan narsalarda vaqtni kontrol qilish lozim ota-onalar. Buningki choralarim ko'p. Endi bu texnikadan biz texnika qarshi emas. Texnikadan iborat bu qulayliklarni, bu osonchiliklarni ilm ma'rifat o'rganishga, kasb o'rganishga, hunar o'rganishga, bilim o'rganishga yuzlantirish lozim. Masalan, o'yan qo'yib bersa, soatlab o'yan tugmaydi. Film qo'yib bersa, uni oxir tugmaydi. Bir narsa ko'rsa, bir tugab bo'lib qolsa, zanjirsimon chiqib turgan bo'lsa, boshqa o'tkazmaydi. Bo'libmi? O'zini to'xtatmagan bolalar bo'lib qolsa. Afsuski bu bolalar bir til o'rgangan bo'lsa, ko'rdim, internetdan ingliz tili o'rgangan bo'lsa bugun kunlikda. Yoki bir arab tili o'rgangan bo'lsa, yoki kompyuterning bir sistemasini o'rgangan bo'lsa, buni yapay zeka o'rgangan bo'lsa, kashki yana bir narsa o'rgangan. Nurg'un narsa va o'rganadigan bir maktabning o'rni, universitetning o'rni, ammo bolalarning zehni u tarafga ma'may ko'pincha vaqtda o'yanqa vaqtni zayi qilib o'tadigan foydasiz narsalarga ketib qolmoqda. Shuningdek 4 narsaga oiladan iborat, maktabdan iborat, masjid, madrasa va tashviqot masalalari to'liq bir kontrollik ishida yoki buni ahamiyat bir ishida elib berilsa, bolalarning dindorligini
qo'g'dab qolgani bo'ldi deb qarayman. Xo'sh. Allah razı olsun ayeti keng dairde to'xtallar bu masalani. Endi shu yoshlarni dindarlik holatiga qaytarishning choralari. Yoshlarimiz dindarlik holiga qaytarib kelmasak, birinchi yoshlarga islom dinini bir sog'lom tushunish qiziqtirish lozim. Bir dinni tushuntirish lozim. Yani birinci olab bu mas'uliyat ota-onaga tushadi. Ota-onadan halqib o'tib, men millatningki olimlarga, ulamolarga tushadi. Angliq odamlarga, ziyolilarga va mushu din bizni qutqiza oladi deydigan, dinga samimiy ko'z qarash bilan musulmon deb da'vo qilgan hammasi tushadi. Ballarni, yoshlarni dinni sog'lom manbasini, ya'ni Qur'on sunnatini bar asli manba tushunish. Ammo afsuski ko'pincha yoshlarimiz unga kuchi yetmaydi. Qur'on sunnatdan. Ammo Qur'on inkarchilari melli bilim deb da'vo qilsa, buni yoshlarning ko'pincha Qur'on sunnatdan tushunigidek unday yaramiz. Shunga yoshlarimizga tavsiya qilganimiz ishonchlik olimlar. Ulamo deb o'tirib chiqib olganlar saqtipazli bek ko'p bugun kunlikda. Maddali ko'p, vaizli ko'p, Qur'on inkarchilari ko'p, islom dushmanlari ko'p. Hammasi hozir bugun kunlik nima so'zlar o'tsa, bazar tepish uchun, yoki bir shuhrat tepish uchun, yoki odam to'plash uchun o'zining kasbidan halqib o'tib, islom tashviq asosiga kirib oldi. Balki ato'gin nechilagan payg'ambar kazzoblar chiqishi mumkin bizning millatdan. Bu shu bosqichga yetdi. Qur'on inkar qilib turib Qur'onni tashviq qilimi deydigan, sunnat inkar qilib turib islomning bazirini soldigan, faqat namoz o'qimay turib tabliq qilishib ketgan noahlilik ko'p bugun kunlikda. Shunga bu yerda yoshlarimiz olimlar, olim bo'libmi? Da'vogarlarimiz haqiqiy olim, ishonchlik olim, e'tiborli olimlarning tabliqlari, vazlari va ularning kitoblariga tayanib islomning asli manbasini tushunish lozim. Ota-onalar bunga yuzlantirish lozim, kutish lozim. Olimlarni bu sohada alohida kuch chiqarish lozim. Birinchisi bu. Ikkinchisi yoshlarni yaxshi o'rnaklarga bog'lash lozim. Buni eng muhim chorasi yoshlarga kichikdan tortib payg'ambarlar hayoti. Burun payg'ambarlarni o'qib bizning payg'ambarimizning hayoti, nurg'un o'rnaklar. Sahobalarning hayoti, katta olimlarning hayoti, islom dunyosida ta'sir ko'rsatgan Sulaymon Qonuniga o'xshash, Zoir Baybarisga o'xshash, Qutuzga o'xshash, yoki Salohiddin Ayyubiy, ya bizning Istiqboraxon, Abduqodir Damallam degan o'xshash ta'sir ko'rsatgan shaxslarningki hayotini o'qitish orqali bolalarni ular o'rnak tutishlantrish lozim. Bu ular bir ruh paydo qildi, bir qimmat qarash paydo qildi, bir intilish, bir g'oya paydo qildi. Shuning bilan birlikda bugungi zamonda muhim bo'layotgan 20-asrda dindarlikni tutib turib, dindarlikdan voz kechmay ilmiy sohada natija qozongan. O'zi dindar fizikchi, o'zi dindar atom olimi, o'zi dindar doktor, o'zi dindar tashviqotchi, o'zi dindar siyosatchiga o'xshash. Buning qo'shish odamlarni tonishtirish mumkin emas. Munosabat qurish, rag'batlantirish. Hech bo'lmagan vaqtda ularni yuqoriga tonishish imkoni bo'lsa, o'rnak tutishga rag'batlantirish bu bugun kunlik intayin o'rnak ro'ymi. Ammo afsuski islom dushmanlari, umumimizning islom dushmanlari tajovuzchidan tortib, bizning dushmanimizdan tortib, bizning noahli onsizlarga qadar o'rnak ruhini o'ttirib bordi. Eng xatarlik yer. Xitoyning qilayotgan eng cho'ng ish nima desa, o'rnak ruhini o'ttirish. Biz kimni muqaddas bilamiz, kimni cho'ng bilamiz? Payg'ambarlar. Bizning o'rnakimiz kim? Yo'l ko'z boshlaydigan to'g'ri yo'l ko'z payg'ambarlar. Payg'ambarlarning yo'lda manganlar. Sahobalar va ulardan keyingi tabiinlar. Mujtahid olimlar, davrimizdagi olimlar. Demak, bu islom dushmanlar hammasi bir tutash bo'lib, o'rnak ruhini, o'lgu ruhini yo'qtirdi. Payg'ambarga hujum qilyapti, e'tiborni tushiryapti, bu odatga beram deb millatning ulamolarga, islomning ulamolarga to'xtamay hujum qiladi. Buni oxir nishon bolalarni tamoman kerakdan chiqarish. Xo'sh. Bular hammasi olganimizsa, oxirinimizsa o'rnak yo'qolgandan keyin kim tutulsa, bizga cho'qin, bizga agash, biz o'rnak san bo'lamiz dedi. Hammasi zalolatda, hammasi ozg'inda islom dushmanlarininki tutgan yo'llar. Shunga bu masala hayotida natija qozongan nurg'un olimlar bor. To'g'ri. Amerikaga qarab baxsak, nurg'un universitetlarniki professorlari, maktab mudirlari yaqin qadar ko'pincha musulmon olimlar chiqadi. Cho'ng-cho'ng universitetniki. Ammo afsus ko'pincha yoshlar va uningdan boshqalar bu haqiqatni bilmaydi. Xo'sh. Bo'lmaydi. Demak, bu yerda muhim bo'lgani bu o'rnak masalasi 3 xil narsa bor. Tarbiyat. Oila tarbiyasi, masjid tarbiyasi va
maktab tarbiyasi bu uch narsani tang tutib mangan vaqtida bu bolalarni dindarlıqda qo'llab qolamiz. Uchinchi birisi yoshlarga kimligini va tarixini bildirish bu intayin. Bu sal qaraydigan bir masalamiz. Yani bu degan yuqori gibimizdan faqatlam Qur'on o'rgatsak, payg'ambarimizning hayotini o'rgatsaklam, bu bir odam bo'liblam, sog'lom bir g'oyalik, ulug'vor g'oyalik inson bo'lib chiqib degan unday gap chiqmaydi. Buning bilan birlikda kimlik masalasi bor. Kimlik bu yerda diniy kimlik va milliy kimlik ikkisini tang yo'qotish lozim. Diniy kimligimiz, musulmonligimiz, milliy kimligimiz, Uyg'urligimiz, Turk irqiga tava ekanligimiz, Sharq Turkiston tuproq ekanligimiz, buni yoshlarga bu kimlikni bildirish lozim. Bu kimlikni bilgan vaqtda nima uchun chet elga chiqib qoldi? Nima uchun ota-onalari sargardan bo'lib qoldi? Nima uchun o'ziniki bir ona vataniga yaşayanmaydı yoki berib kelib turolmaydi deganga o'xshash bu masalalar kimligini o'rgangan vaqt bolalarning zihnini g'idiqlaydi. Bir tarixini bilgan vaqtida, o'zining madaniyatini bilgan vaqtida buning sababini tushun. Demak, sabab ismasi vatan qo'ldan ketibdi. Vatan tortilib, kim tortibdi? Dushman tortibdi. Vatanparvarlik ruhi kelib chiqadi buningdan. Dushman nimaga qarshi turdi ekansa, bizningki milliy kimligimiz yo'q deb tilimizni yo'qotgan turibdi. Unda bo'lgan chog'da davomliqman Uyg'urcha o'rganishim lozim ekan, Uyg'ur tili bilan gap qilish lozim ekan deydigan bu anga yetishadi. Dushman yana nimaga qarshi ekansa, bu millatningki mustaqillik ruhini tirildirgan eng muhim narsa e'tiqodkan, bu e'tiqodga hujum qilib o'tibdi, yo'qotgan turibsa, unda bo'lganda men musulmon e'tiqodimda chang turishim lozim. Dushman nimaga hujum qilsa, men shu tarafda tursam, natija qozonayman degan bir ong yetishadi. Ammo afsuski bizningki o'chi-bo'chi deganlarimizning ko'pincha bu soatdan bir narsa tushunmaydi. Ko'pincha milliy kimlik deydi, o yana bijma deydi, bu haqiqatni tushunmaydi. Chunki o'zida yo'q. O'zida bir ruh yo'q. O'zida bir jasorat yo'q. Shunga bu masalani o'ttiriga chiqarammaylik deydi. To'rtinchisi da'vatchilik munosabatlik. O'limalik munosabatlik. O'limali da'vat qilish usulini taraqqiy qilish lozim. Ayrı bir savol uniki da'vatchilar qanday? Balkim undan keyin men qisqalamay o'taman. Xo'sh. Da'vatchilar da'vat qilish usulini taraqqiy qilish lozim. Yoshlar yaqin turish lozim. Ular tushunadigan tilda gap qilish kerak-da. Birinchi bo'lib yoshlar yaqin turish lozim. Qishim kalsan qilib bo'lmasa ishim yo'q deb taqi chiqib olsa, u yoshlar o'zining palagida o'zining sahas yuradi. Yoshlar yaqin turish. Ular nimani xiyol qildi? Bugunning yoshlari 18 yosh kirgan bir yosh, 20 yosh kirgan bir yosh, 25 yosh atrofidagi bir yosh nimani xiyol qildi bugun? Nima bir arzu armonlari bor? Buni aniqlash lozim. O'lama deb atalgan. Kuchi yetgan, imkoni yetgan yerda qo'lidan kelishicha moddiy imkoniyati bo'sh bo'lib qolsa, fikriy jihatdan, maslahat jihatdan, yo'l ko'z jihatdan yuzlantirish. Bugun kunlikka o'xshash tez surat o'zgarib kelayotgan bu zamonda yoshlarni ilg'or texnikalarni o'rganishga, ilg'or narsalarni ijod qilishga, dunyoning kaynida qolmay, oldini menish uchun u yandan voz kechib, xiyoldan voz kechib, foydatsiz ishlardan voz kechib, eng yuqori saviyada o'qimasa, bugun o'zining mavjudligini saqlab qololmaydiganlik, hatto ishmi topolmaydiganligini yuzlantirish bu kimning mas'uliyati esa o'limalarniki eng muhim mas'uliyat. Shuning bilan birlikda o'limalar islomni tushunadigan vaqtida yoshlarga yangi davrninki texnikalardan foydalanishdi. Yangi usullardan foydalanishi. Nəhayət oddiy til bilan, tushunishlik tili bilan, koni zamonning atalg'onlarini tushunmay qolib qolsa, Qur'on sunnatninki nimasi bo'lmay qolib qolsa, u oyat ya hadis bo'lmay qolib qolsa, bir ijtihodiy ko'z qarashga bir atal bo'lgan bo'lsa, bugungi zamonning tili bilan tushuntirib, qalbiga singdirish bu yoshlarni tutib turishdan keyin. Ammo yoshlar tushunmaydigan til bilan so'zlasa, koni zamonning atalg'usi, u yoshlar anglab boqmagan, hatto Uyg'urchaning ko'pincha chet el turganlar bilmagan holat bo'lib qolsa, nima ish qildi desa, bu bir qatmal birisi ushqab qolsa, da'vatchi deb da'vo qilgan birisi qochadi, zirkidi. Dindarlikdan yiroqlashadi. Shuning bu o'limalarning bu yerda alohida majbur. 5-chi birisi o'limalarga ham munosabatli. Islom bilan musulmonlarning qilmishini ayirib tushuntirib qo'yish lozim. Xo'sh. Bugun kunlikda qarasak, ko'plagan yoshlar, hatto ko'plagan musulmonlar, hatto ko'plagan o'zini tadqiqotchi, izlanguvchi, yozuvchi, o'chib deganlar bu haqiqatni belgilab olmoqlik. Ham izlanigini o'lmoqlik. Islom ayrim narsa, musulmonlarning qilmishi ayrim narsa. Islom muqaddas narsa, musulmonlarning qilmishi muqaddas emas. Islom xatolashmaydi, musulmon xatolashadi. Bu aniq haqiqat, buni aniq ayirish lozim. Islom muqaddas. Islom insonning baxtini qo'l keltirish kapolat qilib qilardi. Islom ilm-fanga buyruq do'st farz qiladi.
islom osmon tadqiq qilinglar deb buyursa, mingga yaqin oyatlar buyuradi. Ilm yurgan deydi. Ashuni qilish uchun nima qilish lozim? O'rganish lozim. Mingga yaqin oyatninki tashabbusi. Demak, bugungi kunga qarasak, islom ilm ol debdi, birinchi tushgan oyatlarni o'qimasang bo'lmaydi. Ömrünün ahırcı okudu. 18 yaşta okudu demepti, 24 okudu demepti, palanı basıcı okudu demepti. Okuysan dedi. 60 İslam'ı okuysan, 90 İslam'ı okuysan dedi. Ayetinin buyruğu şu, ikra. Senin okuyduğun nersen köp, bildiğin nersen köp. Ama bizde o yok. Bunun Müslüman boğa adamlar, hatta ki dindar degenim yok, okumaydı. Ben fakat namazda okusam lan, boldu mu, okuş degenim şu değil. Ügündüğün nersen çık, ma dünyalıkta, ahirette sağlam bir netice görüş için gerekli olan hemen nesini öğrendi. Çünkü ayet falan nesini öğrendi deb yat kayıt qilib qo'ymaydi. O'qi sen dedi. Aqidadan chetlanmagan asosda, axloqdan chetlanmagan asosda Allohning ismi bilan qanday bilim bo'lsa o'qidi. Buni amal qilmoqli. Bu dinimiz musulmonlarning har qanday eng ilg'or saviyada harbiy holat turini tayyorlab qilinglar desa, musulmonlarning amal qilmoqli. Demek bugungi musulmonlarning kayni qilib qolgani, parchalanigini, bizning xorlanigini emas, izzat sharifimizning dafsandog'ini bugungi holatga kelib qolishimiz sababi islom dini emas, balki musulmonlarning abgoligi. Musulmonlarning parvosizligi, mas'uliyatsizligi, ongsizligi, savodsizlik. Demak, chataq islom demaskan, bu musulmonlar ekan, men bir sog'lom odam bo'lay, to'g'ri tushunay deydigan, bu ongga kelib qolsa, yoshlar u vaqt to'g'ri keladi. Bugungi ko'plagan yoshlarimiz musulmonlar qarasak, ko'pincha nima bor jidal majra. Urush, ot apta, qirg'inchilik yoki urush nima bo'ladi desa, islom zaminida bo'ladi. Yevropada urush varmisi yo'q. Qur'onimiz Yevropadan keldi. Amerikada urush varmisi yo'q. Shulninki vasfsi bilan, shulning vakolatchiligi bilan butun urushlar nima bo'ladi desa, arab dunyosi deb atalgan, boyligi bilan to'nilgan, neft oltinlar to'nilgan shu zaminlar bo'ladi, vakolat urushlar. Ammo yoshlar tushunmaydi. Demek bu yer nemish birbirine uruşudu, nemish bir-birisi bilan biraz talışıdı, nima va bu yer talash qilayotgan bu savol yoshlarning kallasiga. Amiz qarasa texnika endi qolgan, sanoatga endi qolgan, sap boshqalarning ishlab chiqargan, ishlatayotgan qanday odamlar bu din mushtaq dinmi deydigan bu savolni oydinlashtirish lozim. Bu yoshlarni dindorlik tutib turish uchun bu intayin muhim ishlarning birisi. Bu beshtirlik. Xo'sh. Endi da'vatchilar masalasini tilg'alib o'tlanmi shu? Uslubmi bilgan hamda nurg'un abayim azroq yuqori savolda azroq uchini chiqadi. Bilganki mayli u rasmiy yoshlik davriga kelgan 18 yoshli va uning ustidagi bo'lsin. O'sha kichik o'smirlarimiz shu 7-8 yoshdan tortib bularni qiziqtiradigan masalan uslub ularni jazb o'ziga tortadigan, ularni ham xo'shal qilib turib o'ziga tortib mahliya qilib turib qildigan bu uslub intayin kam bo'lishi mumkin hamda shu da'vatchi ham o'limalarimiz hamda mayli vatanda asla mumkin emas. Muhojiratda bunda ishlarninki kam ekanligini ko'ramiz hamda. Buni qanday qilish kerak masalan? Da'vat uslubi Qur'oni Karimning ko'rsatmasi bo'yicha bil hikma val mav'izatil hasana. Aqlni ishlat. Aqliy qobiliyatini o'stirdi. Birinchi bo'lib da'vatchi bo'lgan odamlar da'vat soati kirgan zamondan tortib ta bu dunyodan ketib to'xtamay o'qish lozim. O'rganish lozim. Iqtidorni oshirish lozim. To'xtamay material ko'rish lozim. Dunyo nima ketib bordi, usul chora nima? Bu usul chora masalasi shariat kan qo'yib bergan bir day. Dinning maqsadiga ko'rsatib zid kelmay qolib qolsa, usul chora kimdan, qaysi millatdan bo'lib qolsa, uningdan foydalansak bo'laveradi. Bunun çaresi qandaq qilganchada yoshlarni, bolalarni o'ziga tatqin oldu, qochuvmay, jalb qilgan oldu deydigan bu narsani o'rganishim. Ikkinchi bo'lib usulni chiroyli usul ishlatish lozim. Bolalar qo'pollik qildigan, uradigan, haqoratlaydigan, tillaydigan mavzulardan yiroq turish lozim. Qiziqtirish usuli, yaxshi ko'rib turib tarbiya berish usuli bu intayin muhim. Buningki choralar haqida bu ayrim bir programma qilishga munosabatlik bir tema. Ma'rif sohasidagi, ya'ni ta'lim tarbiya sohasidagi ortiqchilik yoki illatlar degan u ayrim bir cho'ng temani taqozo qildi. Yangilik yaratishni, abyapim biroz lazım masala qildi. Do'st da'vatchilar yoshlar islomni qanday tushundirish kerak degan masala chiqib ketgan bo'ldi. Lekin menda biroz masalan ochgan vaqtimizda yuqorida garchi qistirib o'tib ketgan bo'lsaqmi, eng muhim masalaning birisi shu.
Biz dedikki aile birinci mesuliyet dedik. Köpünce orada aile mektep. Mektep karsak bazı ailelerin murat maksatları ailede hal olsa köpüncesinden bulmayın. Şu. Bular muhaciret hayatıdır. Doğru. Mesela vatanda mı bulmaklar? Çünkü mektep, ma'arif, vatan bizim kolumuzda olmak aşkı. Avrupa'da nurgun qarindoshlarimiz var. Hatta Türkiye'de mi var? Başka yerde mi var? Ata-aнаның murat maksatları mektepten hal olmalı. Demek ata-ana birinci olab o'zining mas'uliyatini ado qilib, ikkinchi olab kimga tayinadi ya kimde yordam so'raydi, kimga shunisi o'lamalı. O'lamalar bu yerda aktiv jonliq holat turish lozim. Bular islomni nayt yuzaki, tushuniksiz, xurofiydak mandaq holatda emas, islomni bir butun bir hayot sistemasi, bir butun hayot tuzumi shaklida taqdim qilish lozim. Bu din davlat qo'g'zalaydigan din. Bu din vatanni mustaqillikka erishtira oladigan bir din. Bu din insonni dunyoda bo'lib qolsa-mu, boshqalarga o'xshab bir xotirjam, amon holatda villada o'tirib, nochiyada o'tirib yashash imkoniyatini ato qiladigan bir din. Bu din zamonaviy bir madaniyat yaratishga sharoit yaratib turgan din degan. Bu xil tushuncha, bu xil tasavvurni yoshlarning zahni solish lozim. Yoshlar bugungi kunda bu xil tabliqqa muhtoj. Mesela misal alsak yaşlar. Bugün kunlikdaydi 18 yaş kira kirmay inson huquqidan boshlaydi. Birinchi qilib boshlaga islomniki er olsun, ayol olsun, cho'ng olsun, kichik bo'lib qolsin, insonni hurmatlaydiganligini. Bu inson hurmatining muqaddas bir narsa ekanligini, buni 1400 yil ilgari o'tirib qo'yganligini yoshlarga singdirish lozim. Chunki yoshlar 4-yillikdan tortib bu nimaga boshlab ketadi bugun kunlikda. 5-yillikdan tortib inson huquqida. Bu İslam'ın, sizlerden ikinci olarak insanın ceni, insanın aklı, fikri, mal mülki, hürlüki, kıymet karşın qoğdaydıganlığı, himaye kıldıganlığı, qoğdaş parız kıldıganlığını bildiriş lazım. Bugün karşısında insanın kıymeti varımız yok. İnsanın hürmet depsende olatamız yok. Bu din ne mi deydi bu doğrusu diye bu sual çokum yaşlarının kallısı çıkıyor. Bu ne? Sondiriş lazım. Yaşlar bu İslam'ın hürlükke buyuruyduğanlığı, erkinlik tashabbus qildiganligi ham hurlik erkinlik bilan birlikda mas'uliyatchanlikni o'tirib qo'ydiganligini bildirish lozim. Men hur deb o'zining xolig'ini qila olmaydigini, lekin inson qul bo'lishini, hur bo'lishning lozimligi, xor holatga bosh egishning gunoh ekanligini tushuntirish bu doilning vazifasi. Da'vat. Bugungi kunda yoshlarning muhtoj bo'layotgan temalar bu. Shunga o'xshash bu da'vatchilar islomning adolat prinsipi, barliq insonlar barobar qaraydiganligi, rahmedil bir din ekanligi, insonparvar bir din ekanligini buni tushuntirish muhtoj. Yoshlar bilib bilmay, qo'ldagi telefonlar orqali, bilgisayar orqali, kitoblar orqali bu xil temalarga biz binas bilmaydi, uqmaydigan bilan ular kirib ketaylik, biz kirib ketaylik. Bu yoshlar bugungi kunlikda o'qish bosqichida bo'lib qolsa, mayli to'liqsizda bo'lsin, to'liq o'tirda bo'lsin, oliy maktab, universitet bo'lib qolsin, bu ilm fan bilan aql temasini alayda o'tirib qo'ydi. İslam ne mi deydi akılga? Akılni cheklamdi, yo'l qo'yam. Buni bayon qilish lozim. İslam aqlni hurmatlaydi. Aqlni qadrlaydi. Aqlni ishlatmaganlarni dot nadan deb ayiblaydi. Aqlsiz deb ayiblaydi. Demak bu islomningki aql qarta tutgan pozitsiyani boshdan qo'shdan halqib o'tib, to'liq sizin ta'tlar yuqori saviyaliklar bildirishlar. İslamning bir ilm fan dini ekanligi, ilm fanni olqishlaydiganligi, ilmiy ijodiyatni tashabbus qildiganligi, izdinish, tafakkur qilishga buyuradiganligini, buni farz ibodat sifatida o'tirib qo'yadiganligini buni bildirish lozim. Shundan islomningki mayli bugungi ijodiyat huquqi bo'lsin, yoki bir tadqiqot ijodiyat huquqi, taraqqiy qildirish, vatanni qo'g'dash qo'sh, bu ishlar tashabbus qildiganligini buni o'tirib qo'yish lozim. Bosh yoshlar so'raydi. Bu davlat, jamiyat nima bilan ma'qul? Qanday idora qilin? Bugungi islom elleri deb qarang, islom davlatlari yo'q. Takrar. Islom ellari qarasa, ko'pincha bir chiqib olgan tushmaydigan podshoh. Bu davlat sistemamiz mushunda ma'murdigandi degan savol 15 yosh o'tgandan keyin kallis qilishga boshlaydi. Islomning kengash tuzumi ekanligi, intizomni asos qilganligi, ish harakatlar sabab natija qonunni qo'llaydiganligi, buyuradiganligini buni bayon qilish lozim. Demak, bu islomningki alohidaliklari bor. Qimmat qarashlari bor. Masalan, qarindoshlik qo'shish, hamkorlik, birlik o'xshash. Ziyon ish bo'lib qolsa qat'iy uni qo'llamaslik, yordam bermaslik, yomon ishga yaqinlashmaslik qo'sh. Bu qimmat qarashlarini yoshlarga tushuntirish lozim. Shuning bilan oxirida deydiganimiz, bu yoshlar o'ylaydi. Nanchiq bir pul topsa, o'ylaydi. Ilg'or bir bo'limda yetishsam, masalan, oil parani desa,
yoki bir osmon chiqargan bir tadqiqotchi bo'lsa, yoki bir cho'ng bir shirkat, korxona qursa, yoki bir mashina aylib bir zavod qursa degan o'xshash, kallasida yoshlarning o'ziga tushlar. Xiyol yoki bir bayroqlarga o'xshash men bir nima yasab vatanimni bir qutqazsam deydigan. Demak, bir boy bo'lsin, bir bo'limda natija qozonsin. Bu e'tiqodini qo'g'dash, axloqni qo'g'dash bilan yana Alloh bergan ne'matlar bu dunyodami? Kang tasha, xotirjam holatda yashash huquqining borligi va islomning uni inkor qilmaydiganligini bildirish lozim. Deydiki bu boshqalar kang tasha yashaydi ekan, nima uchun bu musulmon davomli kambag'al yashash kerakmi? Zoid bo'lib yashashmi degan savol chiqadi. Islomning degani emas. Alloh bergan ne'mat bo'lgan bo'lsa, to'g'ri yo'lda ishlab, to'g'ri yo'lda foydalandi. Bu xil bir yangi bir islomning asli bu masala yangi emas. İslamның asli prinsiplari. Ammo da'vatchilar buni keşif qilolmasligi, buni yoshlarga bir zag'ir tili bilan, ashular o'tirib chiqqan, kitob o'qiyotgan yoki to'xtalgan chaq munosib vaqtda o'tirib qo'yolmasligi bu da'vatchilardagi ojizlik. Shu da'vatchilar bu yuqori masalalarga alohida ahamiyat bera olsa, o'tirga chiqara olsa, masalan qo'ya olsa, bu yoshlarni andin dindan tutib turg'ini bildi. Allah razı olsun. Ko'p rahmat. Müşahid tugtayli. Yani vaqtimiz bo'lib to'shib ketdi. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni müşahid oxirlashtiraylik. Haqiqatan qildigan ishlar, vazifamiz intayin ko'p. Lekin shuning bilan birga bugun davrimizda shunday bir davrda yashayapmiz. Agarda shuni niyatli qilsak, ota-ona bo'lish sifatimiz bilan va yoki da'vatchi bo'lish sifatimiz bilan degandek. Bundan foydalanadigan shu ishimizni mayli farzandlarimizni tarbiyalashda bo'lsin, eng yaxshi go'zal shaklda tarbiyalashga uchun bizga yordam qiladigan son sanoqsiz vositalar qo'limizdan uchilamadi. Maqsad, masala shu niyatni qilib, shuni bir plan bilan go'zal bir shaklda yetkazish, shuni ishlatish masalasi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'ri bir shaklda bu dinimizni avlodlarimizga, farzandlarimizga yetkazishga nisib qilsin deb tilayman. Shuningga tirishchilikni ato qilsin Rabbimiz hammamizga. Alloh umr bersa, yana bir sondagi programmamiz ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.